Shu o'rinda bir narsa esimga tushdi. Mana yaqinda Omina elektron jurnalini 10 yilligi munosabati bilan maxsus soni chiqdi. Shu maxsus sonda birgina maqoladagi birgina ta'sirlangan joyi hech esimdan chiqmayapti. U ham bo'lsa Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining otalari bilan bo'lib o'tgan voqea. Shoira Marhaba Karimovani yaxshi taniysizlar. U kishi bilan jurnalist savol-javob uslubida savol-javob qilib, savollarning birlarida aytdiki, sizga eng yaxshi she'ringiz qaysi biri dedi. Shunda u kishi javob beryapti. Menga yozgan she'rlarim ichidagi eng yaxshisi Shayx hazratlarining otalari bo'lgan Muhammad Yusuf hazratlarining nomlariga yozgan she'rim. U qanday bo'lgan deganda keyin gapiryapti. Bir kuni dam olish uchun sihatgohga bordim. Bir xonaga joylashdim. Shunda doktor menga qaratib aytdiki, "Opajon, bu joyda kechagina Shayx hazratlarining otalari Muhammad Yusuf dodamiz chiqib ketdilar." Shunda men u kishiga aytdimki, u kishining haqlarida menga biron bir yaxshi so'zlarni aytgan, u kishi qanday inson ekan deb so'radim dedi. Haligi doktor aytgan ekan, Shayx hazratlarining otalariga, "Dodajon, siz bu joyda davolanyapsiz. Siz bemorsiz. Shuning uchun tungi namozlarda sal kamroq o'qing. Siz o'zingizni sal ehtiyot qiling" deganda, Shayx hazratlarining otalari nafl ibodatlarni qilayotgan inson shu javobni bergan ekan. "Jonim, agar menga chidasin, bo'lmasa chiqib ketsin" degan ekan. Jonim menga chidasa, marhamat, chidamasa chiqib ketsin. Men namozdan to'xtamayman deb javob bergan ekanlar azizlar. Ana shundayin aziz insonning farzandi mana dunyoda eng ulug', dunyoda barcha insonlar olim ulamo deb tan olgan yoki bu dunyodan o'tgandan keyin ham to'xtovsiz u kishining nomidan kitoblar yoki u kishining chiqargan, qoldirib ketgan kitoblarni sevib o'qimaydigan odamning o'zini topa olmaysiz. Bunga nima? Bunga ixlos, bunga nima? Taqvo, bunga nima? Ota-onaning duosi ekan azizlar. Ana shunday insonning farzandi mana shunday bo'ldi. U kishining qilgan javobi nafl ibodatlarga bo'ldi. "Jonim agar menga chidasa chidasin, chidamasa chiqib ketsin" dedilar. Shayx hazratlarining otalari bir kechada 150 rakatgacha nafl namoz o'qigan ekanlar. Farzandlari o'zlarining o'sha xotira kitobida yozganlar, adam bir kechada 150 rakatgacha nafl namoz o'qirdi deb. Demak azizlar, u kishi ham ibodat qilib o'tdilar, yaxshi hayot kechirdilar. Bu degani namoz bizning o'sha rizqimizga to'sqinlik qilmas ekan. Namoz bizning hayotimizga to'sqinlik qilmas ekan. Namoz bizga zarar bermas ekan. Namoz bizga foyda berar ekan. Namoz bizning hayotimizga baraka keltirar ekan. Buni anglagan insonlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda ham ertaga Alloh taolo huzurida eng avvalo namoz so'ralishi bejizga aytilmagan. Yo hadislarda namoz dinning ustuni deb bejizga aytilmagan. Namoz mo'min musulmonlarning chirog'i ekanligini, mo'minning miroji ekanligi bejizga aytilmagan. Buning uchun siz bizlarda namozga bo'lgan muhabbat bo'lish kerak va namozni albatta o'qishlikni, o'z vaqtida ado etishlikni qasd qilish kerak ekanda azizlar. Ana o'shandagina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlardan eng afzal, eng savobli ishni qilgan bo'lamiz.